Debat metodi. Ushbu metod ishtirokchilarni muayyan mavzu bo'yicha turli nuqtai nazarlardan fikr bildirishga, dalillar keltirishga va tanqidiy, konstruktiv fikrlar berishga o'rgatuvchi interfaol metod hisoblanadi. Ushbu mashg'ulot ishtirokchilarining muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi, tanqidiy konstruktiv fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi va ijtimoiy ishning, ya'ni ma'lum bir mavzu doirasidagi ijtimoiy ishning jamiyatdagi ahamiyatini chuqurroq dalillarga, faktlarga asoslangan holda yetkazishga xizmat qiladi. Metodni o'tkazish tartibi esa quyidagicha azizlar. Birinchi navbatda kirish bo'ladi, ya'ni ushbu metodda trener ishtirokchilarga debat mavzusini taqdim etadi. Deylik, misol tariqasida ijtimoiy ish jamiyat uchun qanchalik muhim deya mavzu tashlaydi o'rtaga. Guruhlarga bo'linadi. Ishtirokchilar 2 guruhga bo'linishadi. Deylik, agar 20 nafar ishtirokchi bo'lsa, 10 nafar ishtirokchi va 10 nafar ishtirokchi 2 guruhga bo'lingan holda ushbu metodni amalga oshirishadi. Birinchi guruh ijtimoiy ish jamiyat uchun juda muhimligi haqida dalillarga asoslangan ma'lumotlarni taqdim etishlari. Ikkinchi guruh esa mana shu fikrlarga tanqidiy, konstruktiv tanqidiy fikrlarni taqdim etishlari, ya'ni ijtimoiy muammolar, umuman ijtimoiy ish sohasida asosan davlat va iqtisodiy rivojlanish hal qiladi ijtimoiy ishning taqdirini. Ijtimoiy ish shunchaki muhim emas, u iqtisodiy jihatlarga asoslangan degan konstruktiv tanqidiy fikrlarni yoqlashlari va ana shu fikrlarga dalillar keltirishlari zarur bo'ladi azizlar. Debat jarayoni 10-12 daqiqani tashkil etadi. Guruhlar navbat bilan o'z fikrlarini bildirib o'tishadi. Ya'ni har bir guruh o'z dalillarini taqdim etishi. Ishtirokchilar bir-biriga savol berishi mumkin va har bir guruh o'z pozitsiyasini mustahkam himoya qilishi kerak bo'ladi. Trener umumiy muhokamani umumlashtiradi va shu bilan birgalikda ushbu soha bilan bog'liq bo'lgan nuqtalarga umumiy xulosa taqdim etadi. Mana shu bilan debat metodi o'z yakuniga yetdi.